Assalomu alaykum hammaga, Metal.uz obunachilari. Hammalaringga xayrli kech bo'lsin. Bu videoda ish joyimdan qilyapman azizlar. Mana hozir ishimni tugatib shu bitta video tortib qo'ygan edim. Chiroyli kontent bo'lgan ekan yoki bu случайно olinganmi yoki qanaqa, xullas men uchun ta'sirli bo'ldi. Ko'zimga-ku endi ko'zingizga to'g'risi piyoz to'g'rasiz ham ko'zingizga yosh keladi, lekin meni ichimdan shunaqa yig'i keldi. Bu videoda qo'yishdan maqsad kontent uchun yoki qanaqadir manfaat uchun emas, lekin qanaqadir manfaat bu odamlarga manfaatli bo'lish uchun. O'z yurtingizda ota-onangizdan duo olib, oilangizni xursand qilib, Xudodan astoydil so'rab, shu yerda ham topsa bo'ladigan tirikchilik mablag'ni inshaalloh Xudo beraveradi. Mana kech bo'lishiga qaramasdan ishimizni qildik, tugatdik, Xudoga shukr. Allohga hamd bo'lsin. Endi bu videoni qo'yishdan maqsad do'stlar, qandaydir bir shu yurtini o'zida ham dangasalik qilmasdan, menga shu bo'laveradi, men shu ishni qilaver, yo'q. Shunaqangi darajada harakat qilish kerakki, inson shu ishni men ustasi bo'laman, shu ishni men sevib ish qilaman, men kasbimni sevaman degan odam hatto hadislarda ham kelingan. O'zini ishiga mahkam bo'lib, Allohdan so'rasa, Xudo beradi. O'zini yurtida ham, albatta bola chaqasini bag'rida, oila a'zolarini bag'rida, ishdan ming qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar charchab kirib, shunday qaraganingizda o'g'ilmidi, qizmidi, farzandingiz dadada yugurib kelishi, siz uni bitta quchoqlaganingizda bo'ldi, chiqib ketadi. Ishingizda asabiylashasizmi yoki qanaqadir holatda bo'lasizmi, Xudo biladi uni. Qanaqa holatda borganingizdan shu birinchi o'rin. Bo'ldi, yurgin. Yig'lama. Bo'ldi. Nima yig'layapsiz? Men kelaman. Ano, birpasda kelaman. Ha? Ne kadar.